Vatan osoyishtaligini ta'minlashda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining xizmati beqiyosdir. Shu sababdan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda keng va tantanali tarzda nishonlanadi. Bugun Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatida ham bayram munosabati bilan katta tadbir tashkil etildi. O'zbekiston Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligida tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda vazirlik rahbariyati xalqimiz osoyishtaligi yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilib kelayotgan ichki ishlar organlarining shaxsiy tarkibi, soha faxriylari hamda xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari ishtirok etdilar. Tantanali marosimni Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov ochib berdi va davlatimiz rahbarining bayram munosabati bilan qurolli kuchlar tizimiga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Yurt tinchligining muhim asosi bo'lgan ichki ishlar organlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va xizmat sharoitlarini yanada yaxshilash borasida olib borilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tildi. Tizimni fuqarolarga o'z vaqtida va sifatli xizmat ko'rsatadigan har bir xodim vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishni oliy burchi deb biladigan, barcha sa'y-harakatlarini inson qadri uchun yo'naltirgan professional tuzilmaga aylanganligi alohida ta'kidlandi. Tadbir davomida xodimlarning xizmati yuksak e'tirof etilib, Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan davlatimiz rahbarining farmoni asosida 7 nafar ichki ishlar organlari xodimlari davlat mukofotlariga, shuningdek, Ichki ishlar vaziri buyrug'i bilan xizmat faoliyatida yuqori natijalarga erishgan aholi hamda safdoshlari tomonidan alohida e'tirof etilgan 631 nafar xodimlar turli idoraviy mukofotlarga sazovor bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Munosib o'z xizmat vazifalarini sidqidildan bajarib kelayotgan xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar ham tantanali ravishda topshirildi. Shu bilan birga tadbir davomida uzoq yillardan beri ichki ishlar organlarida samarali xizmat qilib, yosh avlodga o'zining boy tajribasi va bilimlarini ulashib kelayotgan 3 nafar xodim tantanali ravishda iste'foga kuzatildi.